Bishkekdagi o'quvchilarning mushtlashuvi sababli Sherali Sidiqov nomidagi Olimpiada zaxiralari Respublika o'quv joyining direktorining 3 o'rinbosarlari xizmatdan chetlatildi. Bundan tashqari bir nechta o'qituvchilarga va maktab direktoriga hayfsan e'lon qilindi. Bu haqda Azadqa jismoniy tarbiya va sport bo'yicha davlat agentligining matbuot xizmati xabarladi. Mazkur qaror umumiy yig'inda qabul qilindi. Bu vaqtgacha mazkur agentlik voqeani tekshirish uchun komissiya tuzgan. Olimpiada zaxiralari maktabi bilan Bishkek shahridagi nomer 38 maktabning 10-11 sinf o'quvchilari orasidagi mushtlashuv 16 sentyabrda kechki soat 9:30 atrofida bo'lgan. Voqeadan pichoqdan yaralangan internatning 3 nafar o'quvchisi, nomer 38 maktabning bir o'quvchisi kasalxonaga yotqizilgan. Voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'algan. So'nggi vaqtlarda o'quvchilar orasidagi mushtashuvlar ko'p ro'yxatga olinmoqda. Sentyabr oyida ham 2 nafar o'smir Bishkekda va Jumg'alda vafot etgan. Jaloloboddagi Axsi rayonining Kerben qishlog'ida joylashgan nomer 14-litsey-internat rahbariyati davlat mablag'ini o'zlashtirib olgani aniqlandi. Ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, mazkur o'quv yurtining xodimlari rasmiy hujjatlarga qalbaki ma'lumotni kiritish bilan tibbiy mutaxassis qatori bir fuqaroni shtatga kiritib qo'yishgan. Mazkur kishi 2014-yilning aprel oyidan buyon qalbaki tabel asosida noqonuniy maosh olib kelgan. Bundan davlatga katta miqdorda zarar keltirilgan. Mazkur fakt bo'yicha Jinoyat kodeksining ishonib topshirilgan mulkni o'z maqsadida foydalanish va hujjatlarni qalbakilashtirish bo'limlarining asosida jinoyat ishi qo'zg'aldi. Hozirda tergov jarayoni davom etmoqda. So'nggi 10 kun ichida respublika hududida yuz bergan jinoyatlar oqibatida 10 o'spirim halok bo'lgan. Oxirgi vaqtlarda yosh bolalar bilan bog'liq bunday voqealarning ko'payishidan vitse-premyer ministr Abdurahmon Mamataliyev tarbiyaviy ishlarni olib bormagani uchun javobgarlikka tortish to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlash topshirmasini bergan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Hozirgi vaqtda o'smirlar orasida jinoyat ishlari ko'p ro'yxatga olinmoqda. Kecha tunda bu kabi voqealarning biri Bishkek shahrida yuz berdi. Shahar militsiyasining ma'lumotiga ko'ra, ishdan qaytib kelgan ota-ona o'z uyidan o'g'lining jonsiz tanasini topishgan. Vafot etgan bola 7-sinf o'quvchisi bo'lgan. Oldindan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bola o'zini o'zi otib olgan bo'lishi mumkin. O'shda esa bu kabi voqea so'nggi marotaba 22-sentyabrda ro'yxatga olindi. Arivon rayonida 5 yoshdagi bolani 9-sinf o'quvchisi oyoq-qo'lini bog'lab, o'z uyidan 3-4 uy naridagi makapoyalar orasiga olib borib tashlagan. Hozirgi vaqtda vafot etgan bolaning o'limi bo'yicha ekspertiza ishlari olib borilmoqda. Gumondor esa vaqtincha ushlash joyida tergov qilinmoqda. Bu yerga belgilagan narsa bu o'g'ir qilmishlarni jasagan bo'lsa 14 yoshdan qilmish o'rni tartiladi. O'shanda bu bola 15 yoshga chiqqanlikdan to'lig'idan mizam chegida javobgarchilik tortadi. 19-sentyabr kuni Jumg'aldagi 9-sinf o'quvchisi 10-sinf o'quvchisidan ko'kragiga musht deb vafot etgan. Biroz vaqt avval esa Bishkekdagi 10-11-sinf o'quvchilari mushlashib, 3 nafari pichoqdan jarohatlanib kasalxonaga tushgan bo'lsa, 18 yoshdagi Marat o'g'li Qayrat olgan jarohati tufayli vafot etgan. Bu kabi voqealar ko'p ro'yxatga olinganligi sabab vitse-premyer ministr Abdurahmon Mamataliyev tarbiya ishlarini olib bormaganligi uchun tegishli insonlarni javobgarlikka tortish ko'zda tutilgan qonun loyihasini tayyorlashni Ichki ishlar ministrligiga topshirgan. O'spirinlar arasında ölümler az bo'lsin, o'shanda qirchiqlar bo'lg'usi uchun, azaytish uchun ushul maydon dolborlari qaralyapti. O'shandaqdan biz bugungi hukumat tarafidan narsalar qilinyapti. O'qituvchilar o'smirlar orasida bu kabi ishlarning ko'payishini oiladagi tarbiya nochor bo'lishi bilan izohlaydi. Sababi bola birinchi tarbiyani oiladan olish kerak. Ministr chiqargan loyiha o'z kuchiga kirib, qonun asosida tarbiyalanuvchilar jazoga tortilgani yaxshi ekanligini ta'kidlaydi o'qituvchi Gulbarchin Xo'jabekova. Ma'ni berib, ko'proq ko'ngil burib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Себеби ал киноны көрүп атканда кайсыл жеринде кандай өзгөрүүгө учурап атат. Мисалы үчүн азыр телевизорлордо мультфильмдер бар, аябай бир көрсөң көнүң айлана турган мультфильмдер бар. Ошолорду көрүп деле бала сыртка чыгып, досторуна дагы ошондой аракет кылып көрүшөт экен. Qonun loyihasi hozirgi vaqtda Ichki ishlar ministrligi tomonidan ishlab chiqilmoqda. Tayyor bo'lgandan keyin hukumat e'tiboriga havola etiladi. Hukumatning oldindan bergan ma'lumotiga ko'ra, loyiha 1 oy davomida tayyor bo'lish kutilmoqda. Majnun Ulug'bek qizi Merim Jaqipova, Aybek Bedelbekov, Intimaq.
Saylov oldidagi targ'ibot ishlarining borish jarayonida 10 partiyaga ogohlantirish berildi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Nurmamat Ashimov payshanba kuni Markaziy saylov komissiyasining yig'inida bildirdi. Hammasi bo'lib 10 partiyaga eslatma berildi. Qolgan 4tasiga hech qanday ogohlantirishlar berilmadi, dedi Nurmamat Ashimov. Markaziy saylov komissiyasining a'zosi qo'shimcha qilishicha, sobiq muftiy Chuba Hoji Jalilovga ham ogohlantirish berilgan. Respublika attajurt chet ellik siyosatchilar bilan video materialga bog'liq va Qamchibek Tashiyevning mushtlashuvi bo'yicha 2 rasmiy ogohlantirish oldi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkibi shahardagi saylov uchastkalarini bugundan boshlab nazoratga oladi. Bir uchastkada kamida 6 nafar militsiya xodimi ishlaydi. Bu haqda mazkur militsiya bo'limidan bildirishdi. Saylov kuni Ichki ishlar ministrligining O'sh shahridagi maxsus bo'limining xodimlari yordam berishadi. Jamoat tartibini saqlashga militsiya xodimlariga xalq qo'shinining 2000 a'zosi ham jalb qilingan. Ularning barchasiga boshqarmalikning saylov bo'yicha maxsus shtabi rahbarlik qiladi. O'sh shahrida 80 saylov uchastkasi bor. Saylov munosabati bilan Qirg'iziston bo'yicha ichki ishlar xodimlari 1-oktyabrdan boshlab kuchaytirilgan tartibda ish olib boradi. Qadamjoy rayonida 30-sentyabrda Qadamjoy hududiy kasalxonasiga 2 nafar kishi Sibir yarasi kasalligiga gumonlanib yotqizilgan. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra 1-oktyabrda Qadamjoy rayon sanitar-epidemiologiya nazorati markazi tomonidan analizga belgi olinib, O'sh shahridagi janubiy hudud o'lat kasalligiga qarshi bo'limiga yuborildi. Analiz natijasi chiqqandan so'ng qo'shimcha ma'lumot beriladi. Britaniya arxeologlari Misrdagi Luksor hududidan qadimgi Misr malikasi Nefertitining tosh gumbazini izlashmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, u Firavn Tutanxamon qo'yilgan yerda bo'lishi mumkin. Ko'p yillardan beri jumboqqa aylangan malikaning gumbazini zamonaviy texnikalar yordamida izlashmoqda. 3 o'lchamdagi lazerli jihoz devorning ortini ochiq yoritib bera oladi. Britaniyalik arxeolog Nicholas Rivers Misrdagi Luksor shahanshohi vodiysiga keldi. Uning maqsadi bir necha asrlardan beri sirliligicha qolgan qadimiy Misr malikasi Nefertetning maqbarasini izlashdir. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, malikaning qoldiqlari uning asrandi o'g'li Tutanxamonning maqbarasida bo'lishi mumkin. Duvalдарды dekoratsiyalab, түрдүү qilib jasalg'alab qo'yishgan. Sebebi elder anын артында hech narsa yo'q deb o'ylasin deshgan. Tutanxamonning maqbarasi 3 o'lchamdagi lazer radar yordamida tekshirib chiqishdi. Bu moslamani o'ziga xosligi bo'yalgan, suvoq qilingan to'smalar ortini ham ko'rsatib beradi. Hozircha Nefertet dafn etilgan yerini topildi deb aytishga erta deyishmoqda. Biroq mutaxassislar devor ortida katta buyum bor ekanini aniqlashdi. Misr hukumatining yaqin kunlarda sodir etilgan siyosiy tartibsizliklardan keyin sayyohlar tarmog'i to'xtab qolgani o'yga solmoqda. Bu bo'yicha o'lkaning turizm ministrligi monitoring olib bordi. Turizmni qayrajanlandırуу үчүн болгон күч аракетимди жумшаймын. Биринчилерден болуп Британиялык рынокто мейманканалардагы көйгөйлөрдү чечүүдөн баштайбыз. Декабр айына барып туризм тармагы калыбына түшөт деп ишенем. Кийинки жылга жаңы дем күч менен киришебиз. Agarda Nefertitining maqbarasi topilsa, bu arxeologiya tarixida katta yangilik bo'ladi. Bu ham bo'lsa sayyohlarni yana o'ziga jalb eta boshlaydi.